Savdogar qilgan gunohlarini eslay boshladi. Uzoq muddatdan beri farz namozlarni o'qimayotganligini, narx-navolarni o'z nafsi uchun oshirayotganini, zakot puli ajratmaganligidan shunday ahvolga tushayotganligini his qildi. Savdogarning qalbi iymonga to'lib, yana o'z kasbiga qaytdi. Allohdan qo'rqqan kimsadan qo'rqmaydi. Har doimgidek o'sha yo'ldan qaytayotganida savdogar uzoqdagi masjidga kirib namoz o'qib chiqayotganda yo'lto'sar qaroqchini namoz o'qiyotganini ko'rdi. U ham namoz o'qib bo'lib savdogarning huzuriga kelib dedi: yomonlik qilishdan va odamlarga ziyon keltirishdan omon qolganimdan keyin Xudo tavbamni qabul qildi. Iltimos, men sizdan olib qo'ygan omonatni qaytarishim uchun men bilan yuring. Shunda savdogar jilmayib unga dedi: seni ham, meni ham gunohlardan qaytib, to'g'ri yo'lga solgan Alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin, deb ikkisi o'z uylariga ravona bo'lishdi. Shu dunyoni o'zida kimsani xafa qilgan bo'lsak, haqqiga xiyonat qilgan bo'lsak, tuhmat va g'iybat qilgan bo'lsak, masxara qilib ustidan kulgan bo'lsak, Alloh taolo vayl degan azob bilan ogohlantiradi. Mana bolajonlar, xulosani o'zingiz chiqaring. Keyingi ertakda uchrashguncha xayr.